Mana hozir biz oq sochlarni yopdik. Ismini Chorniy. İnşallah 100% yopiladi oq sochlar. Postlerini qo'yaman. Mashich oq sochi bor edi. Uch tomonini bo'yamadik, chunki o'tgan safar bo'yagan rangimiz shundoq svejiy turibdi. Chunki professional kraskaga bo'yaganmiz. Sochimiz tayyor bo'ldi. Oq sochlarimizni bo'yab bo'ldik. Mana. Çok güzel mana. Oq sochlardan asar ham yo'q mana. Oralari. Bu eski qaranglar, kraskalarim qanaqa yaxshi men ishlatadigan materiallarim. Soch to'yintirgan, shunaqa mazza qilyapti mana. Dazmolda tortilmagan. Fen yordamida quritaman har doim. Men dazmolni menda chayin bosib yotadi ko'pincha. Chunki dazmol juda ham ziyon sochga, kuydiradi.